urshur, ha, itmi shu bo'lib ketdilar ya, itga o'xshab urshasanlar ya. Siz ham shu holatda o'zingizni ko'rdingizmi? Sizchi farzandingizni nimaga o'xshatasiz? Bugungi podkastimiz aynan shu mavzuda. Ya'ni farzandingizni qanday oziqlantirasiz? Ya'ni farzandlarimizni ruhiy, ijtimoiy, intellektual, emotsional chegarasini va aynan shu kunning asosiy dolzarb muammosi bo'lgan farzandlarimizni nimaga o'xshatamiz? Hayvonlarga, turli xil holatlarga va bu holatlar farzandlarimizni ruhiyati, o'ziga bo'lgan ishonchini qay darajada zararlab qo'yayotganini bilamizmi? Men Abdullayeva Surayyo Ashraf xonimlar 15 yillik amaliyot tajribasiga ega logoped-psixiolog sifatida o'z mutaxassisligim doirasida amaliyotda shu kunlarda bolalar orasida 2 yoshdan 14 yoshgacha bo'lgan bolalarda ruhiy sinish, o'zligini topa olmaslik, oilada, ijtimoiy hayotda zararlanib qolish holatlarini ko'pgina amaliyotimda ko'rganligim sababli bugun ekspertimiz 15 yillik tajribali psixolog, coach, ijtimoiy ko'pgina loyihalar asoschisi, aynan Madadkor ayol loyihasining asoschisi Fayzieva Shahlo Erkinovnani taklif qilganman. Sog' bo'ling.